Keliyoruz hocam. Assalomu alaykum. YouTube kanalimiz a'zolari. Yana biza Imran Buildingda. Xudo xolasa ancha kishini xonadon egasi qildik. Shoqqa kelsam hamma ha qo'shni deydi. Xursand bo'laman. Nima deydi? O'shalar men tufayli mana shu bir bahonada uy sohibi bo'lishyapti. Mana to'g'rida misol uchun Fatlo aka, Ibod aka Jondordan hammalari kelishdi. Mana Shofirkondan o'zimni bratishkam o'sha Fatlojon. O'sha Fatlo olgan o'zim uyimni 90 kvadratlik 2 tomonlamalik proyekt yana bitta chiqqan. Keyingi podyezddan 6-qavat 2 tomonlama jihoz bilan deyishyapti. Kiramiz, narxini chiqaramiz, ketdik. Hozirgi zamon talablariga moslashtirib, shu chiroyli remontdan chiqarishgan kvartiralarimizga shu kunning sovugiga bir 10 ta kvartiraga kirsam bir-birovidan chiroyli, lekin shularning ichida endi shoh asar deb atayveramiz. Sababi sizni bug'maydi. Juda ham chiroyli ranglardan foydalanib remontdan chiqarishgan 90 kvadrat 2 tomonlama proyekt. Eng yaxshi ko'rgan tomonim mana Buxara City deb kelaverasiz. O'zim uyimni 67 ming AQSh dollariga sotuvdim, bilasizlar. Undan 500 dollar arzoniga chiqaryapman. Endi uni meni uyimni olgan o'sha yigit rozi bo'lib maza qilib o'tiribdi. Endi tanlayverasiz, qaysi biri chiroyli, qaysi biri zo'r. Lekin menga yoqqan tarafi men negativ tomonda bo'lmayman, sababi hozirgi yurayotgan mana shu qonunlarimiz masaj qilyapti. Endi bu hayot, bu juda ham taft degani, o'zingizni yaxshi ko'rsangiz mana shunaqangi kvartiralardan olish kerak. 2 tomonlama proyekt, bu yoqda zal qismi. O'zingiz e'tibor qilaverasiz. Xudo xolasa niyat qilib like bosib yaqiningizga ulashib qo'yasiz. Juda ham nejniy remontdan chiqarishgan, juda ham chiroyli remontdan chiqarishgan, menga yoqdi. Shaxsan endi o'zimni qo'shni mana shu yerda biz bilan birga mana shu yashaydi, mana shu o'rtog'imiz. Aka, men ham uyimni sotyapman. Xuddi o'sha qavat, 6-qavat. Faqat sizniki u podyez edi, meniki bu podyez. Balkonni ochib o'tirmadim, to'g'rimizda bizani Buxara City, Buxara Karvon Shopping. Pardalari ham juda ham bejirim. Oddiy mana shu mebelimiz nima deydi? Qanaqangidir ko'rimsiz holatda bo'lsa ham bu juda ham qimmat mebel. Tushunadi buni. Oyoq ostidagi laminat parketlarni ham e'tibor qilasiz. Prixoji juda ham zo'r. Prixojini alohida ta'riflab o'tishimiz kerak. Prixojimiz ham juda ham zo'r. Prixojini o'ziga mana bu teplый pol sistemasini yashirib qo'yishgan. Juda ham zo'r. Bu ham yosh bolalarimiz mana shu tegib qo'yishmaydi. Mana bu yerda bizani strechniy mana bu sanozol qismlarimiz alohida. Bir narsa, men buni reklama qilishyapti-yu xizmatlarda. Mana sizga texnologiya. Texnologiya deydi-ku. Tahorat, mana shu tahorat uchun sharoitlarni ham qilib qo'yishgan. Ariston bor. To'g'rimizda bizani Ozodjon bu yoqqa ketchi. To'g'rimizda bizani mana bu hammom qismimiz. Dushovoy kabina juda ham zo'r. To'lig'icha mana 100% kafildan chiqarib, faqat kirib yashash kerak. Xudo xolasa hammaga nasib qilsin. Harakat qilamiz yanada kelishtirishga. Bu yoqda nima kutyapti bizani? Oshxonasi. Oshxonamiz ham juda ham zo'r, televizori bor, xolodilnik. Aytgancha uyimizni komplekt deb ataveramiz. Bitoy texnikasi, mana bunaqangi mebellari, jihozlari hammasi qoladi. Spalnyasini ham ko'ramiz. Spalnyasiga ham agar garniturasi bo'lsa, juda ham go'zal. Spalniyadan ko'rsatamiz, hovli qismini kelavering. Mana bu oyoq ostidagi qolunlarni yanada maqtayman, sababi maqtashga arzigi. Spalniya. 3 ta televizor, bitta konditsioner, xolodilnik, stiralka, hammasi bor. Shu holatiga 66.900, 100 dollar kam 67 ming. Mana bu stroyniy shkaf deyishadi endi jihozda mana shu kiyimlaringiz uchun. Mana bu yoq esa bizning yotoqxonamiz. Bu dapatalka, mana bunaqangi gubkoviy stena deydimi, nima deydi buni? Aytgancha 2 ta konditsionerimiz. Detskiga, spalniyaga ham bor ekan, взрослый spalniyaga ham. Shunday qilaman, deraza qismini ochaman, ozod. Hovlini bitta ko'rsatsam, buni spalniyasiga ham nimasi bor? Nima deydi? Balkoni bor. Zaliga ham balkon bor. Kuxnyasiga ham bor. Haqiqatan Latiko yonidagi Imran Building sotuv bo'limining mana shunaqangi kvartiralari bizga sotuvda. Xudo xolasa niyat qilib like bosib yaqinlaringizga ulashib qo'ying.
Men bu yoqda zal qismiga kiraman, sababi shuni qo'lini menga juda ham yo'qdi. Masajga deb qo'yishar ekan u haqiqatan. Kirdingizki, chiqqingiz kelmaydigan kvartira. Like bosib yaqinlaringizga tarqating, albatta juda ham chiroyli variantlarni chiqarishda, izlashda davom etamiz. Kichkinagina bo'lsa ham e'tiborga olgan bo'lsangiz, mehnatlarimizni like bosing. Обязательно like bosing, bizga reaksiya bildiring. Biz xursand bo'lamiz. Bu pul talab qilinmaydi. Shunday qilib bosasiz xolos. Yaqinlaringizga ham ulashsangiz, undan ham yaxshi. Salomat bo'ling.